Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan va kanalimizga obuna bo'layotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. 100 dan ortiq gol urgan Başakşehir Shomurodovga kuchli raqobatchi olib keldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev o'ynayotgan Istanbul Başakşehir klubi o'z oldiga qo'yilgan vazifalarni bajarish uchun tarkibni kuchaytirishga e'tibor qaratmoqda. Yaqinda istanbulliklar Yevropaning bir necha klublarida o'ynagan Daniya milliy terma jamoasi a'zosi Andrey Skov Oliseni transferini e'lon qilgan edi. Germaniyaning Wolfsburg jamoasidan kelgan futbolchi o'zbekistonlik legioner Abbosbek Fayzullayevning to'g'ridan-to'g'ri raqobatchisi hisoblanadi. Endi bu gal Başakşehir o'z safiga Turkiya milliy terma jamoasining sobiq futbolchisi Umut Bozkovni qo'shib oldi. Nuriy Shahin jamoasi 29 yoshli hujumchi bilan 2+1 ko'rinishda shartnoma tuzdi. Umutni oilamizda qarshi olamiz va unga to'q sariq ko'k libosimizda ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz, deyiladi Istanbul Başakşehir klubining rasmiy bayonotida. Umut Bozok markaziy hujumchi faoliyatining bir qismini Fransiyada o'tkazgan. Umut Bozok dastlab bu mamlakatning Atletico Marsel, Nîmes Olympique, Loiral va Trua kabi klublarida to'p surgan. Keyinchalik u Turkiyaga ko'chib o'tib, turli yillar davomida Kasimpasha, Trabzonspor va Eyüpspor jamoalari sharafini himoya qildi. Umut Bozok 2021-2022 yilgi mavsumda Kasimpasha safida 20 ta gol urib, Turkiya Superligasining eng yaxshi to'purarlaridan biri bo'lgan. U Fransiyaning 2-divizionida ham Nîmes Olympique tarkibida to'purarlar poygasida g'olib chiqqan. O'tgan mavsumda esa 29 yoshli hujumchi Eyüpspor tarkibida Turkiya chempionatida 32 uchrashuvda ishtirok etib 6 ta gol urdi. Umumiy hisobda Umut Bozok faoliyati davomida o'z ishtirok etgan barcha musobaqalarda raqibi darvozasiga ishg'ol qila olgani bilan ajralib turadi. Turkiyalik forvard turli klub safida jami 322 ta uchrashuvda ishtirok etib, 108 ta gol urgan va 30 ta assist qayd etgan. Ta'kidlash joizki, Umut Bozok Istanbul Başakşehirning asosiy to'purari Eldor Shomurodovning raqobatchisi hisoblanadi. Nuriy Shahin jamoasida hujum markazida asosan Eldor va Germaniyadan kelgan legioner Devi Zelke o'ynaydi. Endi ular qatoriga Umut Bozok ham qo'shiladi. O'tgan mavsumda 22 ta gol bilan Superliga to'purari bo'lgan Eldor Shomurodov raqobatchilardan farqli ravishda hujum markazidan tashqari hujumchi ortida va har ikki qanotda ham samarali o'ynay oladi. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Hamyurtimiz Eldor Shomurodov yana markaziy hujumda o'ynashda davom etadimi yoki uni yarim himoyachi safiga tushiradimi? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Meni o'ylashimcha Eldor Shomurodov aynan markaziy hujumda yaxshiroq harakat qiladi. Nima bo'lganda ham vaziyatni kuzatamiz do'stlar. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xudo mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.